Assalomu alaykum, e'tiboringizdan nazar dasturi studiyada men Shavkat Begumarov. Dastlab bugungi dasturdan o'rin olgan lavhalarning qisqacha mazmuni bilan tanishing. Jalaboddagi To'sqolota o'rmon xo'jaligi 40 kishining maoshini bermayaptimi? O'shdagi xavfli deyilgan joylarga qurilgan yonilg'i quyish shoxobchalarining buzilishi bo'yicha yana bir karra eslatma berildi. Bundan merning jahli chiqdi. Qirg'izistonga ish izlab kelganlar soni ko'paydi. Emigrantlarni patent bilan ta'minlash qanday bo'ladi? Jalobodda bir necha kishi militsiyaga qarata norozi ekanliklarini bildirib chiqishdi. Ular ba'zi organ xodimlari giyohvand modda bilan qo'lga olinganlar deb qo'rqitish yo'li orqali pul talab qilganligini aytishmoqda. O'sh shahrida $1 million mablag'ga sport majmuasi qurilmoqda. Jalobodda 40 ga yaqin kishi To'sqolota o'rmon xo'jaligi ma'muriyatidan norozi ekanliklarini bildirishdi. Ular joriy yilning fevral-mart oylarida maxsus o'rmon xo'jaligining 64 gektar yeriga bodom qadashgan. Oradan 4 oy o'tsa hamki ularning mehnat haqqi berilmagan. Buni o'rmon xo'jaligi mazkur loyihadan pul bo'linmayotganligi bilan tushuntirdi. Lekin tekshiruv vaqtida ekilgan bodomlarning haqqini hech qanday loyiha emas, balki o'rmon xo'jaligi to'lashi kerakligi ma'lum bo'ldi. Qilgan mehnat haqqimizni shu lesxozma To'qoy Charbadan ala olmay atamiz. Joriy yilning bahor oyida 40 ga yaqin odam sobiq Qo'chqorota hozirgi To'sqolota bo'lib birlashgan o'rmon xo'jaligiga 64 gektar yerga bodom ekishgan. Og'zaki so'zlashuvlarda o'rmon xo'jaligi xodimlari bitta chuqur qazib unga bodom ko'chirgan har bir odamga 87 so'mdan beradigan bo'lishgan. 2 metrga 1 metr qilib qazasыңар degan shirinasin. Mana o'shunda jip tartib tuzlab chap qila degan o'sha jip tartqanmiz shu tuzlab shu qirlarga. Ушул жактан баштап, ошо Усталба турат. Ошо Усталбагача эгилген. Усталбадан общий 64 гектар деп проектке берилген экен. Ошо 64 гектар эгилди да, ошо маңдай тескей болуп. Бул адырдын артында дагы маңдай тескейинде дагы эгилген. O'rmon xo'jaligi xodimlarining so'zlariga ko'ra 1 gektar yerga 400 ga yaqin chuqurlar qazilgan. Mana shunday 64 gektar yerga bodom ekkani uchun ishchilar 2.230.000 so'm pul olishlari kerak edi. Biroq o'sha pullardan 4 oydan beri darak yo'q. Уже буларды эккенибизде где-то ушу марттын баштарында эккенбиз. Бир экилеринде ушу бадамдарды эгип уже жерге түшкөн да уруктары. Февралдын аяктарында уже чабып бүткөнбүз. Кейін ушу апрелде бир кайрылдык эле майга чейин айыкчаңар болот деген. Ошондон бери күтүп отурабыз, буларда эч нерсе жок, кабар деле жок. Эми күнүнө бензинге расход кылганда бир машинада 5 бала болсоң, ушу 500дөн 100 сомдон айланып аткан. Ушуна где-то бир 11 күндө иштедик да. Ishchilar bugun ham o'rmon xo'jaligi xodimlaridan pullarini so'rab borishdi. Yetakchi esa yuqorida tilga olingan 64 gektar yerga bodom Jahon bankining moddiy ko'magi bilan ekilayotganini aytib, loyihadan pul kelsa haqqlarini to'lab beramiz deya ishontirishga harakat qildi. Biroq bu bo'yicha kameraga izoh berishni istamadi. Жанакын болуп электе. Өзүнүн проектиңиздер деген суудан эмне себептен акча жок эле акчага бадам эктирип жөнүндө Эми бизде али сезон план бар да. Много 71 гектар 2019-га, 2020-га дагы 71 гектар. Ошо проекттин алкагында 142 гектар жерди эгип өткөзүп беришибиз керек да ошолорго. To'sqolota o'rmon xo'jaligini so'zlarini tasdiqlash uchun atrof muhitni himoya qilish davlat agentligining matbuot kotibi bilan bog'lanib ma'lumot olishni imkoni bo'lmadi. Biroq mazkur agentlikning Jalolobod oblastidagi rahbari Baqit Ermekov aytilgan loyihalar bo'yicha rahbar bilan telefon orqali so'zlashganda u ekilgan bodomlar haqqini o'rmon xo'jaligi o'zi to'lashi kerakligini ta'kidladi. Жоқ, ошол тендери качан болот дейм да, тендери. Бул биринчиден, экинчиден проект төлөп деген ким айтканы мен сандай? Мен айтканым десин. Аны ким төлөш керек анан? Ал лесхозчысы төлөш керек, лесхозчысы тендер өткөзүп битириш керек да. Mehnat haqlarini ola olmayotganlar hukumat rahbari va deputatlarga pullarni undirib berish borasida murojaat qilishdi. Agar o'rmon xo'jaligi xodimlari qonun doirasida pullarni berishmasa qat'iy choralar ko'ramiz deya ma'lum qilishdi. Atrof muhitni himoya qilish va o'rmon xo'jaligi davlat agentligi ishchilar pulini tez orada to'lab beramiz deya ishontirdi. O'shdagi xavfli deyilgan joylarga qurilgan yonilg'i quyish shoxobchalarining buzilishi bo'yicha yana bir karra eslatma berildi.
Ya'ni bahor oylarida portlagan yonilg'i quyish shoxobchasi o'rniga yangisi qurila boshladi. Bundan xavotir olgan mahalliy xalq merga ariza yozib, biroq ijobiy javob olisha olmayotganligini aytishgan edi. Portlash bahona mer rahbarligida shahar ichidagi xavfli bo'lgan yonilg'i quyish shoxobchalari tekshirilib, barchasini shahar chetiga olib chiqamiz deb va'dalar berilgan edi. Xo'sh, undan beri nima bo'ldi? Tafsilotlar bilan lavhada tanishamiz. O'sh shahrining janubiy sharq tomonidagi O'xtan servis deb nomlangan yoqilg'i quyish shoxobchasi qayta faoliyatini boshlashi yashovchilar orasida noroziliklarga sabab bo'ldi. Mahalliy turg'unlar arzlarini Intimaq telekanali orqali e'lon qilishgan. Manus çağrıldı, mine oldu emi. Şuradaki yerlerge, kichine yerlerge degan emek berish kerak, tartibchilik berish kerak. Bu voqeadan keyin mahalliy hukumat yoqilg'i quyish shoxobchalari egalari bilan uchrashgan. Mahalliy tadbirkorlar bilan uchrashuvda shahar meri hech kimdan pul olmasligini aytib, tez orada Isanov ko'chasidagi yoqilg'i quyish shoxobchasini yopish talabini qo'ydi. Men shunda jabul, shunda tinchlanib o'shadan aqcha olib qayta zapravkani qurdim. Bar o'sha zapravkani egasimi dedi. Ya, buni siz birinchi yo'l ko'ryapsiz. Desam, mana kelib o'qib organlarga aqcha berdimmi? Nechun shunda Xudodan qo'rqmay shu zapravkani qayra shuncha elni sharliqlardan barlig'ini shunda qo'rqib turgan mezgilda qayra hurmatlabay, siylabay boshlab atasың. Mizamdashtirib салбайсың. Normal mizamlar бар да, өзүңөрдө bir ish qilib атканда ошончо акчаны салып атканыңарда мизамдын чегинде кылбайсыңарбы? Уруксатты алып, нормага туура келеби? Кийин салып алсаң кайра бузуп ушерп болуп калбайбы деп өзүң суроо бербейсиңби? Атыңыз кем? Атың кем? Ya razışlarına bere verip de, razışlarına bere verip, açık aytayın atlarını aytmayın. Razışlarına bergenlerdi türmeye girgisi gerek de. Qaysı жылы razışlarını alsan oşolardı tartıp durup azı. Kayradan iş kozgap mı? Tartılatsan razışlarına bergen. Bizde şardın prokuror turat vardı buna ukor korgonda turат. Ema Kotpekешек бешинби. Ошо тартыш керек ошондой нормага туура келбеген жерлерде кимдер уруксат бергенди. O'sh shahrida bundan buyon yoqilg'i quyish shoxobchalariga ruxsat berilmaydi. Sababi O'sh shahar meri Ta'lay Sarbashov shahar ichida avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalarini qurish taqiqlangan qarorini imzoladi. Bungacha qurilganlarni ham yopishga buyruq berdi. Mayгуч жан жетекчилери. Мына сиздерден мен сураныштагы нормага туура келбегендер өзүңүздөр эле азыртатам. Биз документация башка содат үй кыласыңар, гостиница кылсаңар, эл мындай тынчтанбай турган немерат кылсаңар, мен бардык жагынан жардам берейин сиздерге. Yig'ilishda ayoq ish egalariga bir qator tanqidlar aytildi. Bundan keyin ham har bir shoxobchani qonuniyligi va xavfsizligi tekshiriladigan bo'ldi. Natijada ba'zi tadbirkorlar yoqilg'i quyish shoxobchalarini o'zlari buzadigan bo'lishdi. Noqonuniy qurilishlarga ruxsat bergan davlat organlari ustidan jinoiy ish ochiladigan bo'ldi. Ayni vaqtda jami bo'lib 44 ta yoqilg'i quyish shoxobchasi bo'lsa, ularning 22 tasining ishi sudga o'tkazildi. 12 tasi esa shahar prokuraturasiga o'tkazilgan. Qurilish bo'lov, же болбосо ушундай бир аз эсте койсо, аны комиссия кабыл алат. Комиссиянын ичинде архитектор болот, электрик болот, суу чарбасынан жана башка тийиштүү органдардан бир нече специалисттер болот. Эгер ошолордун кайсы бири муну айтып атат, өзүңүздөр уктуңуздар, бизде бүт уруксат кагазыбыз бар деп атат, бирок эмнегедир өрт коопсуздугу боюнча уруксат кагазы жок болуп атат. Ал өрт коопсуздугу боюнча кызматтын өкүлү ал жерде сөзсүз болуш керек болчу да, ошон үчүн ага баа берилет. Эгер ошол жок, ушундай бир акт вода берилип кете турган болсо, ага мыйзам ченеминде чара колдонулат. Shahar militsiyasining ma'lumotiga ko'ra, yoqilg'i quyish shoxobchasida bo'lgan portlashdan keyin O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan jinoyat va jazo kodeksining 261-moddasi 1-bo'lim bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Yoqilg'i quyish shoxobchasidagi halokatdan keyin tergov ishlari tugab, sud qarori chiqmagunga qadar uni qayta qurish va ishlatish noqonuniydir. Tomoni qilgan degan bu bugungi kundagi moratoriyga шылтоо жасап жатышат. Моратория болуп аткан кезде текшерүүгө акыңар жок да. Бирок бүгүнкү күндө эгерде заправкаларда коопсуздук болсо, жеке эле заправка эмес, баардык нерселерде коопсуздук болсо, биз мораториясы жок эле, предписаниясы жок эле түзгүрүп аны токтотууга жана андан ары өзүбүздүн мыйзам чегинде иш кароого биздин укугубуз бар да. Ayni vaqtda yoqilg'i quyish shoxobchasi ustidan sudgacha bo'lgan tergov ishlari olib borilmoqda. Me'yorga ko'ra yoqilg'i quyish shoxobchasi turar joylardan 50 metr uzoq masofada joylashishi kerak. Mazkur talablarni bajarmaganlarga nisbatan bayonnomalar rasmiylashtirilmoqda. Shu bilan birga 22 joyda me'yorlar saqlanmagani uchun
ish sudga o'tkazilgan. Sud qarorlari 4-iyulda chiqariladi. Shavkatbek Umarov, Yusufbek Qo'shmato'g'li, Intimaq. Mahalliy dehqonlar yetishtirgan hosilni chetga olib chiqishda qator masalalar ko'tarilayotgan bir pallada O'sh shahri yashovchisi chetdan olib kelingan tarvuzdan qizil rang chiqqanligini aytdi. U tarvuzni o'zi yashayotgan uyning yonidagi do'kondan sotib olgan. Sotuvga chiqarilgan qovun tarvuzlar tekshirilib, natijada tarvuz tarkibida nitrat moddasi 2-3 barobar ko'pligi ma'lum qilindi. Shaharga ulgurji olib kelingan meva va sabzavotlarni kim nazorat qiladi? Navbatdagi lavhada mana shu haqda so'z bo'ladi. Mana, даже yüzlü beretman qilib qo'y. Qancham jeri. Mana. Qutman Sultonov o'zi istiqomat qilgan uyga yaqin yerdagi do'kondan mana shu tarvuzlarni sotib olgan, olib kelib, kesib yarim soat qo'ygandan keyin uning rangi o'zgara boshlagan. Qizil rangli tarvuzlarga bo'yoq qo'shilganini aniq ko'rgan shahar yashovchisi uni farzandlariga yedirmasdan sotuvchining oldiga qayta olib chiqqan. Qo'ldan olgan tarvuzni Tojikistondan olib kelganini Qutmanga sotuvchi o'zi aytgan. Mana shu tundagisi bundan jeb-jebeli baltar kishine o'yib jedi, mana alda tundagisi turgan sayın kızırat, gençliğimde bunu жерге tөгülüp atты, monday tak bolup ketpeydi de, monday mıçıkıp da görüp attı. Boyogundagı nemesi, sveti dağı başkaça çıkarttı da bununçu. Anday olupçu. Anam keyin dağım yok. Bir jep gördük. Bir dağı bunday bir şirinlik, tarvuzdun nemesi yok da. Sotuvchilar hozirgi vaqtda O'zbekiston va Tojikistondan kirgan qovun tarvuzlarini qo'ldan sotib olishini aytishmoqda. Dori kuchi bilan pishgan tarvuzlar xavfli ekanini aytishadi. Ulardan biri Jumabay Jo'ldoshev Batken shahridan kelib tarvuzlarni sotib olayotgan vaqti tarkibida dori ko'p bo'lgan tarvuzlarni ajratish qiyin. Shu sababli mahalliy Shamoldisoy tarvuzi pishgandan keyin olayotganini ta'kidladi. Kecha kuni boshqa tarvuz oldim bilan Tojikistonniki. Menga yoqmadi, nachar ichi pishib o'tib ketdi, уже guyilib qolibdi. Uru yo'llar men kirib o'tadi qizim. Agar yaxshi tamoy. Mana, даже yüzlü beretman qilib qo'y. Qancham jeri. Mana. Qutman Sultonov o'zi istiqomat qilgan uyga yaqin yerdagi do'kondan mana shu tarvuzlarni sotib olgan, olib kelib, kesib yarim soat qo'ygandan keyin uning rangi o'zgara boshlagan. Qizil rangli tarvuzlarga bo'yoq qo'shilganini aniq ko'rgan shahar yashovchisi uni farzandlariga yedirmasdan sotuvchining oldiga qayta olib chiqqan. Qo'ldan olgan tarvuzni Tojikistondan olib kelganini har qanday yo'l bilan qayerda bizde atkesçilikten başlap özünün agorodunda, özümüzün yerde dağı östürgöndördün. Oşol jana normadan aşık ketip kalsa, oşonu iliktep, dalildep bergenge to'liq mumkinchiligimiz bor, agar bizga qayrilsa. Janubiy hudud bo'yicha veterinar diagnostika va ekspertiza markazining mutaxassislari so'zlariga ko'ra, poytaxtga yashovchilar murojaat qilib, mahsulotlarni tekshiruvdan o'tkazishlari mumkin. Dehqonlar o'zlari shaharga ulgurji olib kelayotgan mahsulotlarini laboratoriyadan o'tkazishgani haqida qog'ozlarni olib kelishlari zarur. Biroq ko'pchiligida bunday hujjatlar yo'q. Shu sababli mutasaddi xizmatlar tomonidan tonnalagan poliz ekinlarida hujjat yo'q degan qaror chiqarildi. Gevri atkesçilik yolu bilen gelip kalıp gevri bunday ötüp gelip eğer şol çegaradan misal bugünkü günde bizde Özbekistan bilen buna tamoyni zonadaki memleketler bilen çegaramızda şu mesele açık. Eğer de oşalardan bazen kattodan ötkörtüp, o şeyden tekşerisi ayırdaki laboratoriyalar da var. Oşo laboratoriyalar o şeyden tekşerip, anın qanchalik zalarsız ekenini anıtlab bergenge mümkünçülükleri var. Ayni vaqtda shahardagi bozorlarda tashqaridan kelgan tarvuz, qovunlar sotilmoqda. Mevalar o'zi pishadigan vaqtga yetganda uning tarkibida dori miqdori oz bo'lishini mutaxassislar ta'kidlashmoqda. Faqat o'sha vaqtdagina mevalarni sotib olib iste'mol qilishni mutaxassislar maslahat berishmoqda. Hilola Ashurova, Mahburat Alibayeva, Nursulton Abdikarimovli, Intimaq. O'sh shahrida hayvonlar va parrandalar uchun ozuqa chiqarila boshladi. USAIDning Agrogorizont loyihasi yordami bilan kombikorm zavodi qurilib, faoliyatini boshladi. Mazkur zavod ozuqalarning 50 ga yaqin turini ishlab chiqaradi. Soatiga 5 tonna yem chiqarsa, bir oyda bu hajm 1000 tonnaga tengdir. Hozirgi vaqtda mahsulot qo'shni Tojikistonga eksport qilinmoqda. Tafsilotlar navbatdagi lavhada. Qaldarbek Abduvahhab o'g'li kombikorm korxonasi operatori. Zavod ishining ko'p qismi unga bog'liqdir. Sababi bu yerda tayyorlanadigan hayvonlar uchun ozuqa zamonaviy uskunalar yordamida ishlov berilganligi sabab ishini muntazam nazorat qilib turish kerak. Elementni qo'taman.
ошол витаминдери кошулат ошол жерде. Ошол жерде бул витамин салып, мага кнопка басат, кызыл кнопкасы бар, ошону басканда мен жерде мага көрүнөт. Мага сигнал берет, ушул даяр деген иш. Ошол жерде даяр болгондон мен чередон ачам, миксер аркылуу аралашып, даяр жем ошол каптоо системасына жөнөйт. Ishlab chiqarishda umumiy 12 nafar xodim faoliyat olib boradi. Ularning so'zlariga ko'ra, barcha sharoitlar yaratilib, yangi texnikalar bo'lsa, ozuqa tayyorlashda muammo bo'lmaydi. Bu yoqqa kelib, bu yoqdan aylanib kelib turib, naprapga kelib, bu yerdan 5 yoqqa qaptalar, kilogramni o'zi tarada tartadi avtomat turida. Bu yerda lentaga tushadi, lentadan bu yerda bir odam tegib, ondan so'ng bu yerda ikki odam jiyat. Kunini biz soatini hisoblaganda bir 4-5 tonnadan jem chiqaruga yetishamiz. USAIDning Agrogorizont loyihasi orqali faoliyat olib borayotgan Kambikorm korxonasi qishloq xo'jaligi yo'nalishida 50 dan ortiq ozuqa turlari bo'yicha faoliyat olib boradi. Agro ishlab chiqarish mahalliy dehqonlardan urug' olib, qo'shni Tojikiston va O'zbekiston davlatlariga eksport qiladi. Bu yerdagi uskunalar Yevropa talablariga javob bera oladi. Bunkerlerden tegirmenge gelip tartılar. Negizi bizden tegirmenimiz Yevropalık standartına bolğun Güler işxanasından alıngan. Bu hazır Kırgızstanda birinci, en joğru sapatındagi tegirmen deb eseptelinadi. Yaqinda zavodga tan narxi 350 ming yevroni tashkil etgan uskunalar keltirilgan. Korxona Agrogorizont loyihasi bilan 2008-yildan beri birga hamkorlik qilmoqda. Shavkatbek Umarov, Mimoza Janibek qizi, Beksulton Abiyev, Intimaq. Qirg'iziston O'zbekiston chegarasidagi do'stlik nazorat punktidan bir kunda O'zbekistondan minglagan fuqarolar o'tadilar. Ularning ichidan har kuni 200 dan ortiq kishi O'shga turli jismoniy ishlarni bajarish uchun keladilar. Ayrimlari bir haftaga kelsa, ayrimlari esa bir oy yoki undan oshiq vaqtga ish izlash maqsadidadilar. Ishga joylash haqida hech qanday ruxsatnoma olmagani uchun noqonuniy migratsiya sifatida qayd etiladi ular. 2018-yili Jo'g'org'i Kengash tomonidan bunday muhojirlarga patent to'lovini kiritish taklif etilgan. Bu Qirg'iziston O'zbekiston chegarasidagi do'stlik nazorat o'tkazish joyidagi ishchi kuchga bo'lgan muhtojlikdan bir ko'rinish. O'zbekistonning Andijon viloyatidan kelgan fuqarolar O'shga turli ishlar qidirib kelishadi. Bu yerda qancha kunga qanday ishlar bor ekanini aytib, O'sh shahriga va shaharga yaqin hududlarda joylashgan ish beruvchilar o'zlari olib kelishadi. Ayollar uchun uy yig'ishtirish, tikuvchilik, oshxona, dala ishlari bo'lsa, erkaklar uchun ustachilik, novvoychilik va dala ishlari bor. Borgan joydagi ish to'g'ri kelmasa, ortiga qaytganlar ham uchrab turadi. Aqcha ishlaymiz, aqchamizni berib qayerga ketamiz, yana qayerga kelamiz. Bir kelganda qancha turasiz? Bir kelganda endi migratsiyani nimaga qo'ysa, 24 kun bo'lsam 2 oyga qo'ydiramiz-da, andan keyin 3 oyga ketamiz. Bo'lsam 5 kunda kelamiz, 5 kunda qayerga ketamiz. Ish, yumush azroq bo'lsa 5 kunda qayerga ketamiz. Qanday bu? Buna dogovor qilasizda, qurilishda bunancha so'm, bunancha so'm o'zining stavkasi bo'ladi-da. Kuniga primeri 1,5 ming, 2 mingga ham tushib qoladi. Chegaradan o'tayotgan har bir fuqaroni muntazam nazorat qilishning imkoni yo'q. Turli ishlar bilan, shu bilan birga yaqinlarning uyiga kelganlar ham ko'p. Huquqni himoya qilish organlarining 10-bo'lim tomonidan nazorat qilinuvchi mazkur muhojirlar aniq ishlash haqida yoki ishga o'rnashish haqida ruxsat qog'ozlari olish kerak. Shunga ko'ra fuqarolar tibbiy ko'rikdan o'tishadi. Ish beruvchilar tomonidan uyda yoki yollanma ishchi qatori kelgan muhojirlar pasporti o'sha uyga ro'yxatga qo'yilishi kerak. Hozir uchurda bular bir kunga 1200 dan 1500 gacha ishlayotadi. Mamlakatga bir tiyindagi foydasi yo'q. Sebebi bular o'tgandan keyin qaysi yumush berayotgan odam bu налогlarni ko'zimilda qilavi ixtiyorli patent olib ishlab bir tiyin bo'lsa da mamlakatga solig'ini to'lab turib ishlasa yaxshi bo'ladi. Ushul uchurda bizning o'zimizda qancha degan yumushchilar Pirvazdanida turadi, yana boshqa joylarda turishadi. Turli qora ishlarga tortilgan muhojirlar uchun patent asosida to'lov to'lash o'tgan yili Jo'g'org'i Kengashda ko'tarilgan. Patent uchun 500 so'm to'lash taklif qilingan. Talab bo'yicha ish beruvchi huquqiy tomondan ish bersa 4000 so'm to'laydi. Muhojir o'zi ishga o'rnatsa 2000 so'm to'lash aytilgan. Ошол чет элдин жараны аныкталган болсо, анын салыктык жоопкерчилигин ошол чет элдик жарандын даражасында карап, алардан талап кылганга укугубуз бар. Бир сыноо
үчүн 10 күн 15 күн иштетишибиз керек дейт. Алар кандай жашайт, эмне кылат. Анан кийин ошолго деле убакыт берилбей эле ошол ички иштер кызматкерлеринин жана милиция кызматкерлери келип, алардын документтерин сурап, кайра же Өзбекстанга киргизип, же бир тиешелүү чараларды көрүп атышат дейт. Биздин милиция кызматкерлери аларды ошол тыкыр изилдеп, жакшы эле иштешет экен. Ayni vaqtda Qirg'izistonga kelib ishlaydigan muhojirlar uchun patent olish loyihasi ayni vaqtda ko'rib chiqilmoqda. Unga ko'ra o'lkaga kelib ishlagan fuqarolarga nisbatan umumiy to'lov tartibi ishlab chiqiladi. Joriy yil patent asosli iqtisodiy faoliyat olib borgan xorijlik fuqarolar davlat hisobiga 2 million 600 ming so'm to'kishgan. Mazkur mablag' o'tgan yili 2 million 300 ming so'mni tashkil etgan edi. Hilola Ashurova, Mahburat Alibayeva, Nursulton Abdikarimovli, Intimaq. Qirg'iziston bilan Eron Islom Respublikasi o'rtasidagi shartnoma asosida O'sh shahrida qurilishi boshlangan zamonaviy sport kompleksi poydevoriga kapsula solindi. Umumiy qiymati 1 million AQSh dollari sarflanadigan majmuaning qurilish ishlari aprel oyida boshlanib, 2020-yili foydalanishga topshirilishi ko'zda tutilmoqda. Qurilish ishlari Eron tomonidan olib boriladi. O'sh shahrining Saliyevo ko'chasida zamonaviy sport majmuasining qurilishi boshlandi. Unga Eron Islom davlatining Qirg'izistondagi elchisi, O'sh shahrida hukumat vakillari va shahar yashovchilari ishtirok etishdi. Мындай балдарыбыз ойногону, мындай сыртка чыкканга ыңгайсыз эле да. Детский площадка деген жок. Баягы балдар чөмүлө турган жерлер да жок, машыга турган. Анан быйыл ушул ирандыктар алып, ушул быйыл ушул спорт комплекси салып беребиз деп заманба. Аябай жакшы иш-чара болду. Sport majmuasining qurilishi eronlik Niku Abniya Al-Burz Hitland kompaniyasi tomonidan olib borilib 18 oyda bitishi rejalashtirilgan. Shahar hukumati tomonidan yer ajratib berilgan qurilishning umumiy maydoni 5170 kvadrat metrni tashkil etadi. 1,5 yilga qaralgan. Qirg'iziston bugungi kunda подрядчиктер айтып жатышат, ушул жылдын акырына курулуш иштерин бүтүрүп пайдаланууга берүү боюнча. Сметалык басы 1 million AQSh dollari болуп гранттык каражат. Shaharliklardagi yaxshi kayfiyatni ko'rgan Erondan kelgan delegatsiya ham quvonmoqda. Ikki millat do'stligi bundan keyin ham davom etishi aytildi. Иран элинин атынан Кыргызстанга, анын ичинен Ош шаарынын жашоочуларына ысык салам айткым келет. Буюрса, бул курулуп жаткан спорт комплексте Кыргызстандын желегин бийик көтөргөн мыкты спортчулар чыгарына ишенем. Кыргызстандын намысын коргогон эр-азамат жаштар тарбияланып чыксын. Sport majmuasi uchun shahar hukumati tomonidan yer ajratilib berilgan. U yerga olib boriladigan yo'lni qurilishi bitgandan keyin asfalt to'shab berilishi ma'lum qilindi. Ушул спорт комплекске келген жолду, мына центральный жолдон ушул жолго келгенге чейинки жолду биз мүмкүнчүлүккө жараша оңдоп беребиз. Ушуга чейинки санан ушул спорт комплекс бүткөндөн кийин кылбасак, азыр бул курулуш жүрүп атканда чоң машиналар кирет да кайра бузулуп калат. Бүткөндөн кийин биз аркасынан сразу асфальттатып беребиз. Yangi majmua sportning barcha turlariga moslashtirilgan. Hududda 5000 dan ortiq bola endi ko'cha changitmaydigan bo'lishdi. Hilola Ashurova, Mimoza Janibek qizi, Qimbat Abdusamatog'li, Intimaq. Jalolobodda bir necha kishi militsiya xodimlaridan norozi bo'lmoqdalar. Ular organ xodimlari giyohvand modda bilan qo'lga olindinglar deya qo'rqitish yo'li bilan pul olganligini aytishmoqda. Biroq oblast ichki ishlar boshqarmasi bu bo'yicha ariza tushmaganligini va bu bilan Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tekshiruv olib borayotganligini bildirdi. Batafsil navbatdagi lavhada so'z bo'ladi. Ал нашаменде болчу. Машинасына келгенден машинасына отуруп бардачок үстүнө коёрум мен, алар келип бизди кармады. Hasan Davronov militsiya xodimlari qo'rqitish yo'li bilan do'stlari va tanishlariga giyohvand modda tashlab, ularni qo'lga olib berishni talab qilganini aytib chiqdi. Корконуман, анан ургандан, буларды урганын силер элестете албайсыңар деле. Булар ушундай урат, адам ордунда көрбөйт, жерге жаткырып алып, бетиң тебелеп да тура берет. Пакетти кийгизип деле баклашка суу куюп башыңа урат. Ардемке булар урат. Hasanbek giyohvand modda solib qo'lga tushirgan fuqarolar orasida qishloqdosh do'sti Arzibek Imaraliyev ham bo'lgan. Uni Hasanbek uchrashuvga chaqirib, avtomashinasiga giyohvand modda solish bilan militsiyalarga qo'lga tushirgan. U militsiyadan chiqish uchun 40 ming so'm pul berishga majbur bo'lganini aytadi. O'ltirib yurgizib atganimda эле o'sha Suzaqro'dan bo'zlab kelib 4 top berdi.
Kişiler karma alıp ketişti bizden. Tuzak roğuna. Alıp barıp alacaktan oşo kimden aldın, ne bu seniki dep urup bizdiki men çegem dep aytasың dep urup eme alışkan. Jabrlanuvchilardan yana biri bo'lsa militsiya xodimlari Ulan Bakiyevning uyiga giyohvand modda qo'ydirganini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra aybsiz aybdor bo'lmaslik uchun ularga 100 ming so'm pul berishga majbur bo'lgan. Bakiyev ulan men o'zim janıma kelib, seni uyingga qo'yganды bildingmi dedi. Yo'q, bilmayman, men ishxonadan kelib o'taman ishdan desam, al ishdan emas, o'zing mahallangdan suzaqdan baldar qo'yishgan deb o'sha qo'yganды Bakiyev ulan o'zi aytib ketdi. Jalolobod oblast ichki ishlar boshqarmasi esa qiynovga uchradik degan fuqarolardan hech qanday arizalar tushmaganini ma'lum qildi. Shu bilan birga ularni murojaati ayni vaqtda Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasida ko'rib chiqilayotganini qo'shimcha qildi. Eğer qandaydir bir jaran militsiya xizmatkerleri tarafından urtuq-muqqa alınıp je bir zombuluk ko'rsatilgan bo'lsa, al boyuncha albatta birinchi turda biz o'zimizga o'sha oblast ishlar boshqarmalariga qayrilib turgan bo'lsa, anda bizning Qirg'iz Respublikasының ishki ilіктөө xizmatының Жалал областы боюнча бөлім қызматкерлері бар. Ошолор тарабынан иліктөө жүргүзүлөт. Ага юридикалык мыйзамдуу түрдө баа берилет. Bu yil boshidan beri militsiya tomonidan kaltaklandi deya arzlanganlarning birinchisi emas. Bungacha yana bir fuqaro militsiyaning qiynovi sababli giyohvand moddalar aralashgan aybni o'z bo'yniga olganini aytib, onasiga video murojaat qilgan edi. Biroq bu so'zlarni militsiya inkor etgan. Ta'kidlab o'tsak, Jalolobod oblastida yil boshidan beri militsiya xodimlari tomonidan qonun buzgan 23 ta fakt ro'yxatga olingan. Bu sonlar o'tgan yilning shu vaqtiga solishtirganda 2 hissaga oz. 8 yildan buyon gemodializ apparati yordamida yashab kelayotgan fuqaro saxovatpesha insonlardan yordam so'raydi. Botken oblastining Qadamjoy rayoni 41 yoshdagi yashovchisi tez orada buyragini almashtirishi kerak. Shifokorlar unga 2 buyragi qurib qolganligini aytishgan. Buning uchun 20 ming dollar miqdorida mablag' kerak, ammo Tabaldi Mamajonovda bu mablag' yo'q. Shuning uchun yordamga muhtoj. Bemorning hozirgi ahvoli bilan navbatdagi lavhada tanishamiz. 41 yoshdagi Tabaldi Mamajonovning kuni mana shunday boshlanadi. U har kuni ertalab sog'ayib ketsam degan niyat bilan gemodializ oladi. Sababi 8 yil avval og'ir dardga chalinib, shuncha yillardan beri kasalxonadan boshi chiqmaydi. Shifokorlar unga 2 buyragi qurib qolgan degan tashxis qo'yishgan. Kundan kunga holat og'irlashmoqda. Haftasida 3 jol dializga kiraman. Ошол анан эми качанга чейин диализ алып жүрүшүмдө болду. Негизи бул неме билбейбиз. Ошого азыр бөйрөк койдурганга аракет кылдым. Мен бөйрөк койдурсам, ушул диализге түшпөй калам, Xudo kalasa. Bemor ayni vaqtda O'sh oblast kasalxonasining yotoqxonasida kun kechiradi. 2 qizining birini Botkendagi kasalvand onasi qarasa, o'g'li, qizi va ayoli bemorga qarashadi. Qizlari maktabni ham tashlashgan. Sababi ular pul topishga majbur bo'lib, xorijga bola boquvchi bo'lib ketishgan. 8 yildan beri bor mol-mulklarini, hayvonlarini sotib bo'lishgan. Uyda emek qila turgan ashqayimiz yo'q, mol-kalimiz yo'q. Shu o'rindan aynan shunday talalarda жүрөбүз, кыйналып, кысталып, кыйналсак эле не кылайлык? Айла жоктон жүрөбүз. Анан кызым кыйналганыбыздан 9-класстан немеге бир эже баламды багып берсин деп Москвага эме кылды, ошого барды. Айына 10 миңден салып турду. Ошону менен эптеп тирилик өткөзүп жүрдүк. Tabaldi Mamajonosov oilada 5 farzandning biri. 80 yoshdagi onasi o'g'lini holatini ko'rib, o'zi ham yurak kasalligiga chalingan. Men hozir bu yoqda hozir ayılda apam dag'ın жүрөк ооруусу менен оор. Ал апам har shu 10-15 kunda o'pkasiga suv tolib, suvni oldirib turadi. Bemorning so'zlariga ko'ra davlat tomonidan olgan 6 ming so'm nafaqa puli, ijara haqqi va kundalik oziq-ovqat uchun arang yetadi. 2 buyragini almashtirish uchun esa 20 ming dollar kerak. Unga jiyani bir buyragini beradigan bo'lgan. Operatsiya Bishkek shahrida bo'ladi. Shuning uchun u saxovatpesha insonlardan yordam so'raydi. Maga yordam beradigan hech kim yo'q. Maga yordam beradigan hech kim yo'q. O'shoga elga qayrilganim, qo'lda bor qayrimli odamlardan kishini yordam qilsa, uşul böyrөгүмдү almashtira olayын deb so'ranganim.
Befarq bo'lmaganlar Tabaldi Mamadjunusovga quyidagi manzillar orqali yordam bersa bo'ladi. Hilola Ashurova, Mimoza Janibek qizi, Qimbat Abdusamatog'li, Intimaq. Bu o'tgan hafta mobaynida sodir bo'lgan va ahamiyatli deb tanlab olingan, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarning so'nggisi edi. Yarim soat mobaynida siz Nazar haftanoma dasturini tomosha qildingiz. Studiyada men Shavkatbek Umarov bo'ldim. Intimaq dasturlari esa davom etadi. Bizdan yiroqlashmang. Dam olish kunlaringiz maroqli o'tsin. Salomat bo'ling.